Assalomu alaykum azizlar, yaxshimisizlar? Xudo xohlasa yana ajoyib projelardan bittasitamiz. Atakoy tarafida lyuks proje. Xo'p, sentralniy ko'cha. Mana bu mehmonxona ham shu projega tegishli. Keyin kirishingiz mana bu tarafdan, birinchi kirish. Ikkinchi kirish u tarafdan. Keyin yoningizda lyuks 5 yulduzli kasalxona mavjud. Hech kimning ehtiyoji bo'lmasin. Bloklarimiz 4 blokdan iborat. Xo'p, ko'rib turganingizdek, dengizga mana 0-0 sizga tegishli mana shu territoriya polni chiqib yurishinglarni qilsanglar bo'ladi, sayr qilsanglar bo'ladi, kechki payt, bekor paytinglar. Keyin mana bu yerda mana dengiz yo'li bilan, yattinglar bilan kelsanglar bo'ladi yoki dengiz taksisi bilan xohlagan joyinglarga borishlaringlar mumkin. Xo'p, blokimiz aytib o'tganimdek 4 blokdan iborat. Hamma kvartiralarda, hamma balkonlarda dengiz manzarasi mavjud. Dengiz ko'rinadi ya'ni. Sitani ichida ham mana zelyoniy zona, basseynlar juda ajoyib. Orqa taraflarida bolalar maydonchasi, sport zonalari, hamma sharoit mavjud. Har bir balkonda jakuzi nimalari mavjud. Xohlasanglar oldirib tashlasanglar bo'ladi, xohlasanglar turaveradi. Xo'p. Endi bu mehmonxona territoriyasiga ham sizga o'tishga ruxsat bor. Mana bu yerda mana dam olib, qo'shninglar bilan tanishib, ovqat yeb, boshqa qilib dam olish kunlarida shu yerda hordiq chiqarsanglar bo'ladi. Spa saloni, fitnes, mana yopiq, mana ko'rsatib shu yopiq basseynlari ham mavjud. Keyin bu yerda dam olish xohlasanglar, masalan, bolalardan charchab, boshqa yoki mehmoninglar kelgan payti shu mehmonxonaga nima qilmoqchi bo'lsanglar, sizlarga shu sitada yashaganlaring uchun skidka qilib berishadi. Chunki bitta proje hammasi juda ajoyib, niyat qilganlarga nasib qilsin. Sog' bo'linglar.